Bir Xitoy o'qituvchi tarqatgan va ommaviy taratqularda taralgan sin Xitoyning Uyg'ur bolalarining mangisini qanday yuyayotganligini va ularga nimalarni o'rgatayotganligini oshkorlab berdi. Ma'lumki, Xitoy Sharq Turkistonda yo'lga qo'yilgan irqiy qirg'inchilik siyosati doirasida 100 minglagan Uyg'urlar naq turmaga tashlangan. Millionlagan kishi oilasidan yiroq emgak lagerlarida ishlashga majbur bo'lgan. Bolalar ota-onasidan ayrilgan va assimilyatsiyaga uchragan. Xitoy o'qituvchisi tarafidan tartilgan sin ko'rinishi nihoyatda tezla Xitoy ijtimoiy aloqa suplarida moda bo'lgan bo'lib, Uyg'ur bolalarining mangisining qanday yuyilganligi oshkorlangan. Sindagi paranglardan qaraganda Uyg'ur bolalarini Xitoy uchun jinini pido qila oladigan pidoyi qilib yetishtirish maqsadida ularning mangisi yuyilgan. O'qituvchi bilan Uyg'ur o'quvchi o'rtasida savol va javob shaklida davom qilayotgan sinning mazmuni tuvandikicha. Xitoy o'qituvchi g'oyang nima? Uyg'ur bola, mening g'oyam cho'ng bo'lganda Xitoy ozodlik armiyasining askari bo'lish va vatanimizning chegara rayonlarini qo'g'dash. Suhbat mushundoq boshlanadi va oxirida Xitoy o'qituvchi hayotingni qurbon qilishdan qo'rqmamsan deb so'raganda Uyg'ur bola, men jinimni qurbon qilishdan qo'rqmayman deb javob berdi. Xitoyning ijtimoiy aloqa supsi TikTokning abonentlarning uchurini Xitoy hukumati bilan o'rtoqlashganligi andish qilmoqda. Yangi Zelandiya oy oxirigacha parlament a'zolari va parlament xizmatchilari ishlatadigan ommaviy telefonlarda TikTok detalini ishlatishni cheklagan. Oy oxiridan boshlab yo'lga qo'yilgan bu cheklashning faqat parlament binosidagi 500 dak kishiga qartilganligi ta'kidlangan bo'lib, Amerika va Angliyadagi o'xshash davlat xizmatchilarining hammasining ishlatishi cheklanmaydi ekan. Parlament mulozimat bo'limining boshlig'i Rafael Gonzalez bu qarorning hukumatning to'r bexatarligi mutaxassislarining maslahat berishi bilan chiqarilganligini tushuntirgan. Xitoyning pochta mulozimat va to'shish magnati Moskva Malayziyaning asosliq temir yo'l tijoratchisi KTMB bilan bo'lgan hamkorlik o'rnatgan. Moskva to'shish liniyasi Malayziya sho'basining yozma bayonotida chorshanba kuni yo'lga qo'yilgan temir yo'l dengiz mulozimati G'arbiy Malayziyadagi muhim joylarni o'z ichiga oladi hamda dunyodagi taxminan 140 davlat va rayondagi 557 port bilan tutishidi deyilgan. Pakistan Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Tashqi ishlar ministri Asad Majid Beyjingda Xitoy Tashqi ishlar ministri Chingang bilan ko'rishgan. Majid yig'in jarayonida Pakistan bilan Xitoyning temir aqoqlar, ishonchli do'stlar, tinchlik va taraqqiyotdagi mangulik sheriklar ekanligini aytgan. Xitoy taraf bo'lsa, Beyjingning Xitoy-Pakistan umumyuzlik strategik hamkorlik sherikchilik munosabatiga bo'lgan qat'iy irodasini va Islomobodni keng qo'llaydiganligini qayta ta'kidlagan. Xabar qilinishicha, Xitoy prezidenti Xi Jinping 20-martdan 22 martgacha Vladimir Putinning taklifiga binoan Rossiyani ziyorat qiladi ekan. Yana bir tarafdan Xalqaro jinoiy ishlar sudi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tutish buyrug'i chiqardi.